kalkulator ligirovka qilgani. Atvertkasi mana kichkina bu. Va shestagrannik. Qo'lni bo'shatgan shestagran tushadi. Men o'zim o'ya qolib qo'y. O'sha qolib qo'y. Managa sol. Sol shular. Endi biz ichini davom etamiz. Buni ham sol. Va ichida strelasining g'ilofi. Bu 45 santimetrli. Buni agar sepni 25 taliqsiz bu yerdan kesasiz. 26 taliqsiz bu yerdan kesib olasiz. 28 taliqsiz bu yerdan kesib olasiz. Mana yerdan qora joyidan. 32 talik bo'lsa o'zi tushadi. Moslangan 26 talik bo'lsa mana yerdan kesiladi. 28 talik bo'lsa bu yerdan kesiladi. Bu 32 talik hozir. Soling mana shu. Mana shinasi mana 32 talik sepga moslangan shinasi. Strela deymiz. Mana o'zining original firminlisi, juda ham og'ir ekan. Soling. Mana bu sep ekan mana. Buni salafondan chiqarmaymiz chunki yog' bo'lishi mumkin. Va kitobchasi mana. Endi arrani o'zini olamiz. Korobkasini chekkaga qo'yamiz. Arrani qo'yamiz menga. Salafondan ochamiz. Yangam ekan? Bir 118. Chempion original firminli bu. Bundan oldin ham chempion bo'lgan. Menda uni 3 yil ishlatdim. Yaxshi xizmatini qildi. Endi diqqat qilasizlar do'stlar. Mana e'tibor berasizlar. 50 ga 1 degani 1 litrni 50 ga bo'lasizlar degani. Ya'ni 1000 grammni 50 ga bo'lsangiz 20 gram deyapti. Bu degani 1 litr benzinga 20 gram aptol qo'shiladi. O'zining aptoli bor, qizil aptolmi, ko'kmi. Agar shu yerda sizda 25 ga 1 bo'lsa, 1 ni 25 ga bo'lasiz. Ya'ni 1000 litrni 25 ga bo'lsangiz 40 gram bo'ladi. Bor shunaqa texnikalar ham. 40 ga 1 bor, 50 ga 1 bor, 25 ga 1 bor. 40 ga 1 bo'lsa 25 gram. Bu degani 1000 gramni 50 ga bo'lasiz degani. O'shunda 20 gram bo'lib chiqadi. U degani 1 litr benzinga 20 gram. Ol salafonni ol. Mana mo salafonni tort. Tort. Ana. Endi buni filtrini ochib ko'ramiz. Juda ham qattiq ekan. Mana. Filtrni ochamiz. Bu yerda o'qichi nima deb yozibdi? O'qi. Chempion deganda. Chempion debdimi? Chempion. Bo'pti. Endi mana shuni ochamiz. Vozdux filtri bu. Vozdux filtri rezinkasini olamiz. Bunda yopiladi. Qarzni bossa avtomatik ochiladi. Buni joyiga qatiramiz. Joyiga qatirishdan oldin
Ana nima bor? Sizlarga ko'rsatib o'tay. Mana ikkita buraladigan ko'ryapsizlar. Karburatorga kirib chiqadi. Mana katta shurupga gaz qo'shamiz. Endi biz buni yopib qo'yib turamiz. Свеча. Свеча dechi? Свеча. Свеча. Keyin do'stlar bu otapilada yana nimasi bor? O'tgan safargi 240 ga 16 edi. Bu undan katta. U 28 talik edi, bu bundan kattaroq. Endi mana yerda mana ko'rib turganlaringdek mana quyosh dirasimi, qor dirasimi. Bu degani qishki kunida buni olib qo'ysangiz, mana yerdan issiq chiqib, karburatorda qishki kunida o'zidan motordan chiqayotgan issiq karburatorda qizdirib turadi. Yozgi kunda buni yopib qo'yasiz, chunki yozgi kunda yopib qo'yasiz. Bo'lmasam yozgi kunda qizdirib yuboradi, motorda issig'i uradi. Nimada yozibdi? Mana dastasida ham, ruchkasida ham hamma chempion bo'lgan, Firmini original o'zini mustahkam bo'lgan. Bu tormozi. Endi sep tushadigan joyini ko'ramiz. Og'irligi 4.7. Keyin bu hozir O'zbekistondan chiqayotgan motopillalar ko'pida oldi tomonida sep bo'shatish. Ya'ni noqulay, juda ham noqulay. Buniki mana bu yerdan ligrovka qilasiz. Bu yerdan bo'shatib. Qani, o'y kulishda borga. Pastdagini ol. Apti mana qo'ymang. Bo'shatib mana. Bu yerdan sepni bo'shatib tarang qiladigan joyi. Bu yerda. Telefonim qo'limdan tushib ketdi. Tak, endi qarab turamiz. Diqqat bilan ko'ramiz. Jim o'tadi. Bu yerga shina tushadi. Mana shina shunda tushadi. Shina shunda tushadi. Mana bu qattiq plasmassadan. Bundan oldingi benzopilamda bunisi alyumindan edi. Bu sep chiqib ketsa urib olmaydi, zashta qiladi. Hamma joyi shestagranida. Hamma joyi shestagranida. Oldingi plasmassa edi, korpuslari bu alyumindan ekan. Hozir men sizlarga buni yurgizishdan oldin nimalar qilishligini men aytaman. Любой benzopilada yurgizishdan oldin nima qilish kerak, nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi maqsadda, birinchi o'rinda ishonch hosil qiling. Benzinga aptol qo'shdingiz, quydingiz. Quygandan keyin bunaqa kachat qiladigan bor benzinda. 10 marta kachat qilasiz. Agar yo'q bo'lsa, o'zi avtomatik ip tortganda kachat qilib oladi. Bu endi yordam chiqaradi deb, yordam beradi deb chiqargan. Benzinni qo'ydingiz, kachatladingiz. Buni tortib qo'yasiz. O'zida tortib qo'yasiz bir martaga. Keyin ключатор yoqasiz. Yoqqandan keyin bitta tortsangiz ovoz chiqadi. Yarimta yuradi, yurmaydi. Bitta yurib o'chadi. O'shandan keyin gazni bossangiz, buni qaytadi yoki avtomatik qaytmasa
qo'lda qaytarib qo'yasiz va bir tortsangiz yuradi. Albatta qishchi kunida ko'proq qishchi kunda o'tin aralanadi. Qishchi kunda yurgizib sirazi o'tin aralashga tushib ketmasdan xuddi moshinani qizdirgandek buni ham 1 minut hovliga qo'yib qo'ying o'zini holatiga. Yaxshi qizib olsa yaxshi aralaydi. Keyin o'ta qizdirib qo'ymasdan dam oltirib. Misol uchun 15 zapravka bo'lsa, 15 zapravkani birdaniga qilmang. 2 zapravkadan aralab, ozgina o'z ham dam olib olasiz, benzopila ham dam olib oladi. Yana undan keyin yana yurgizib ishni qilaverasiz. Albatta benzinda iloji boricha Aptolni me'yorida qo'shib, masalan 5 gram oshiqcha qo'shilib ketsa hech narsa qilmaydi, lekin kam qo'shib qo'ymaylar. Endi sepga Aptol quyadi, ko'pchilik atrobotga quyadi mashinadan chiqqanlar, keyin o'zi maxsus moylar bor, shu moylarni quyadi. Agar mashinadan chiqqan Aptol bo'lsa, iloji bo'lsa dokada suzib olib turib, chunki motordan chiqqan yog' albatta quyqumlar bo'ladi-da. Qarindilar bo'ladi. O'shunga ozgina e'tibor berib, dokada suzib olib turib yoki mayda ingichka teshigi mayda setka bo'lsa, o'sha setga suzib olib turib qo'ysangiz, buni ichida filtri bor buni. Aptol bokining ichida ham mayda filtr bor, setkachasi bor. O'sha to'lib qolgan. Keyin siz qanday yog'dan foydalansangiz, qizil yog'mi, ko'k yog'mi sepga qo'shgan, benzinga qo'shgan. Postoyanno o'shandan qo'shib yursangiz, uzoqqa yetadi motopilangiz. Do'stlar, bunga hozir yana bitta narsani sizlarga ko'rsataman. Bu ham muhim narsa. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydi sepini tarang bo'shligiga. Sep o'ta bo'sh bo'lsa ham mana endi yevoradi. Buni sepni qanday qilish kerak? Mana ko'targaningizda mana shunday bo'lishi kerak. Buni ushlagan joyingizdagi tishi shinadan ozgina ko'tarish kerak. Ushlagan joyingizdagi. Qolgan joyi ichida bo'ladi mana. Keyin yana yangi sep qo'ydingiz-ku, sepni yana almashtirdingiz, tarang qilib qo'ydingiz. Ozgina o'tin aralagandan keyin qiziydi, qiziganda cho'ziladi, yana bir qarasangiz bo'shab qolgan bo'ladi. Tagi osilib qolgan bo'ladi bunda avval. O'shanda yana ozgina tortib qo'yasiz. Sep tarang ham bo'lib ketmasin, bo'shamas mana. Ko'targanda mana. Shuna bo'lishi kerak. O'shanda aralashi ham zo'r aralaydi. Ozgina bo'shab qolsa, mana o'ynashi tushib qoladi. Endi sepizga e'tibor berasiz. Sepda ikkita tishi bo'ladi, mana. Hozir men ko'rsataman. Oldidagi yo'l boshlovchi aralaydigan. Yo'l boshlovchi ham miqlardan asraydi. Keyin ana ko'ryapsizlar, bundan past. Siz sepingiz mayiga yetganda bu bilan teng bo'lib qoladi. Teng bo'lib qolgan paytda aralamaydi. Chunki buni tegib qoladi. O'shanda chaqlatganda mana uni ham uchini ozgina yedirib olasizlar. Mana shu xuddi o'zining yo'nalishiga o'xshadi. Videoyim shu bilan poyoniga yetdi do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ozginada ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsalaring xursandmiz. Albatta hali buni ishlashlari, qanday aralashlari videolar qo'yiladi. Albatta agar kanalga mehmon bo'lgan bo'lsangiz, to'satdan ko'rib qolgan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib, bitta like bosib qo'ysangiz, keyingi videolarda aralashga ishlar boshlanganda, shinalarni almashtirganda qaysi shinalar qo'yish kerak, qaysi sepdan ishlatish kerak, qandoq chaqlash kerak sepni o'shalargacha ko'rsataman va o'tinni qanday to'g'ri aralash kerak, o'shalarni ham ko'rsatib o'taman. Sog'lik, salomatlik sizlarga. Omon bo'lasizlar.